Hammaga assalomu alaykum. Shunday baland uyimizga biz bu yerda qilib bergan beton zinalarimizni hozir ko'rsatib o'tamiz hammasini. Hop, bu yerda ikkita aka-ukaga bo'lar ekan, o'rtasidan bo'linadi bu yerda devor bo'lib. Hozir bu yerda bitta zina, bu yerda bitta zina. Bu tomondan bitta, bu tomonda bitta bor. Hozir ko'rsatib o'taman hammasini. Hozir apalibkasini yechib tozalab betonlarni ko'rishingiz mumkin. O'rtasida aylanasi bor. Hozir sal qorong'iroq xona bu yer. O'rtasida aylangan. Tepadan ko'rinishlari. Tagi zigzagli variant bu. Tagi tekis emas, tagi ham zinali variant. Bu yerda 300 lik qalbtarim ustumini qo'yib berganmiz ikkisi tomonda. Bunisini ham apalibkasini yechib, suvlarni sepib, tozalab qo'yganmiz. Xona qorong'i, hozir kech kirgan payt. Bu tomonimizni ham hozir ko'rsatib o'taman. Mana bu yeriki. O'rtasi plashatkali varianti bu. Chiqib tushishga qulay ham. Nari tomonga plashatka sig'maganiga 3 ta aylana solib berganmiz bu tomonga, bu tomonga siqqan. Taglari zigzagli buni ham. Kachisilar juda chiroyli chiqqan. Kimda shunaqa xizmatlar bo'lsa, aka-ukalar aloqaga chiqaverasizlar. Ishimiz O'zbekiston bo'ylab vodiylik ustalar tomonidan qurib beriladi.